Qariyachilar, bugungi obzorimizda 2011-yilda ishlab chiqarilgan Audi A6 2 motorli TDI. Bu kuzovimiz S7 kuzovda bo'lib, hali ham dizayni zamonaviy ko'rinadi. Bu mashinani ortiqcha maqtab o'tirmayman, yoqilg'i tejamkorligi va o'z qulayliklari bilan hali ham bozorda o'z talabgorlariga ko'p bo'lgan modellardan bittasi Audi A6. Mashinamiz 173 ming yurgan. Sizga salon qismlarini ko'rsatib o'taman. Mashinamizning salon qismiga keladigan bo'lsak, mashinamizning salon qismida hammasi ishlaydi, luklarigacha bor, luklari ham hammasi ishlaydi akalar. Ko'rib turganingizdek, oldi orqa kamera hammasi bor. Birorta ishlamaydigan joyi yo'q. Sizlarga endi bitta bagaj qismi bilan motor qismini ham ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, bagajiga keladigan bo'lsak, bagajini kengligini qaranglar akalar. Mendan bir ikkitasi sig'ib ketadi. Bagaji ham kengligi bilan ham ajralib turadigan modellardan bittasi bu bo'ladi. Endi sizlarga bitta motor qismini ko'rsataman. Qariyachilar, motor qismidan o'zlaring ko'rdilaring, mashinada birorta aybi yo'q, birorta kraska tegan joyi yo'q, avariya bo'lmagan mashinamiz. Yana bir marta aytib o'tib ketaman, 2011-yilda Audi A6 2 motorli TDI modelimiz S7 kuzovdagi. Buni narxiga keladigan bo'lsa akalar, 173 ming yurgan dedim. Umuman avariyasi yo'q akalar, kelib ko'rib tekshirib olasizlar. Mashinamizga garantiya beramiz. Mashinamiz narxiga keladigan bo'lsak, bu mashinamiz 6,5 million won deyapmiz. Kelasizlar, mashinani sho'rda ko'rasizlar, har xil tekshirib ko'rasizlar. Mashinamiz yoqsa, mashinani ustida yana kelishamiz. Yana ko'nglimizga yaxshiroq qo'l solsanglar, ozroq yana o'tib berishimiz ham mumkin akalar. Buni Koreyadagi mashina olmoqchi bo'lgan do'stlaringizga borib qo'yinglar, videoga like, obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan keyingi qanaqa mashinalarni afzal qilay akalar, aytib o'tinglar. Mana shu yerda 50 mingdan oshiq mashina bor. 50 mingdan oshiq mashina ichida sizlar aytgan mashinani men afzal qilib narxlari bilan chiqaraman. Bizda asosiysi mashina narxi bilan chiqadi.